Gap ketaman. Assalomu alaykum. Bugungi uchrashuv qatnashchilari. Qo'shtepa Agrobank binosida rahbar ishtirokidagi navbatdagi uchrashuvga xush kelibsizlar. Mana bugun tadbirkorlar, fuqarolar bilan bevosita kredit olish masalasida gaplashildi. Ularda 5 ta murojaat tushdi hozircha. Ular Ergashev Jon mahalla loyihasi bo'yicha 50 million so'm kredit olishmoqchi. Emilion Xobatapa 17 million so'm, Olmaota Dildora 50 million so'm va yana ikkita YTTmiz faqat 312 sonli qaror bo'yicha xususiy maktabgacha ta'lim muassasasi faoliyatini jihozlash maqsadida 100 millionga kredit olish so'rab murojaat qilishgan. Ular mana Karim va Malohat opa. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Avvalo hammalaringga xolis salomatchilik. Bugungi uchrashuvimizni boshlaymiz. Uchrashuvimiz ham berilgan kreditlarimiz, bo'lgan masalalar, moddiy tomondan bizdan, bank tomonidan berilgan kreditlarimizni maqsadli va sifatli ishlatishimiz kerak. Shu yuzasidan endi sizga qancha kredit kerak? Men Karima Malaxatxonman. YTT bog'chaga 100 million olmoqchi edim. Shu masalada keldim. Uy bog'chasi. Uy bog'chasi. Hozir necha o'rinli uy bog'cha? 70 o'rinli. Hozir yana kengaytirishmoqchi. ovoz bersa 100 o'rinli bo'ladimi? Hozir kredit bersa unga jihozlaysiz. O'sha bolalar uchun kerakli jihozlar, deylik o'sha kravatdan tortib o'sha o'yinchoqga olasiz hammasini. Ish o'rganasiz. Nechta? 3 ta. 3 ta. Realni aytavering, 3 tami, 2 tami? 3 ta. O'zi 5 ta ishchim bor, yana 3 ta olmoqchiman. Xo'p, bo'ldi, sizga hozir hujjatlar taqdim qilganimizdan ko'rib chiqamiz. Bu mutaxassis tomonidan ko'rib chiqishadi. Sizga o'sha 100 million kredit ajratishga harakat qilamiz. Faqat bizga kerakli hujjatlarni vaqtida berishingiz kerak. Keyin berilgan kreditlarimizni vaqtida yopishingiz kerak. Birinchi navbatda uni maqsadli foydalanishingiz kerak. Berilgan kreditlarni maqsadli foydalanishingiz kerak. Sababi bu 312 sonli qarorga asosan siz borib maydoniy qilinadi, bolalar borishadi, maydoniy qilinadi. Maqsadsiz bo'lmasligi kerak. Bo'ldi, qolgan masalalarni ham ko'rib chiqamiz. Hammada bitta ko'rib chiqib, bitta qilingan murojaatlarni ko'rib chiqib, ularga ijobiy xulosa beramiz, xohlasa.